Obunachilarimiz, aka-ukalarimiz qo'y tanlash bo'yicha bir o'zlaringizni sinab ko'ringlar. 3 ta qo'zi qo'chqor ko'rsataman. Uchovi ham 5 kunlik, 5 kun farqi bilan tug'ilgan uchovi qo'chqor ham 3 xil liniya va o'zlaring yoqqan liniyadagi o'zlaringga yoqqan qo'zi qo'chqorni belgilab kommentariyaga 1, 2, 3 qo'chqor bo'ladi. Nomerlar bilan qo'yib o'tganman, videosini ko'rasizlar. Belgilab o'tinglar. 30 kundan keyin o'sha qo'chqor qo'zimizni ko'rsatamiz, xudo xolisa esalomon katta qilib uchoq qo'zini ham va qaysi biri qanaqa o'zgarganini, qaysi liniyadagi qo'chqor g'olib bo'lganini aytib o'tamiz. O'zlaringga yoqqan qo'zi qo'chqorga ovoz beringlar. Ko'rsatib o'taman hozir. 2025-yil 26-noyabr Kerak qishlog'ida seleksiyamizdan Bulduzur qo'chqorimizni liniyasidan Bulduzurda bitta erkak qo'zisi bor bizda qo'chqori. Buni liniyasidan tug'ildi mana. Qo'zimiz sizlar bilan ulashaylik. Garbanos, quloq, hamma yo'g'i suvak, kasta. Enasi ham juda katta qo'y edi. Suvayligida nasib qilsa bunlar razrezlari mana bor. Bir haftalik qo'za? Ha, bir haftalik. 9 kilo tug'ildimi shu? Ha, 9 kilo 200 mi? 9 kilomi tug'ildi mana. Mashalloh deb qo'yasizlar, xudo xolasa. O'z tusidan ham biladi seleksioner aka. Bulduzur liniyasidan. Xudo xolasa ranglari ham nasib qilsa, ha? Otasiniki rangi ham ochiq shu, ha? Ollari oqish, xudo xolasa chempion qo'chqor bo'lsin. Sizlarga tarbiyalab ko'rsatamiz. Ikkinchi qo'chqorimiz bu 4 kunlik bo'ldi. Bu dollar qo'chqordi, ha? Dollar liniyadan. Mana qora marvarid deb nom qo'yibdi Muhammad ukamiz. Bunga qora marvarid-da bu. Ha, shunaqa. Xudo xolasa kastaklarni ko'rsatingchi. Qo'chqor ham yo'qmi? Qo'chqor qo'chqor. Dumbar razrezlari kallalarni ko'rsating, garbanosi zo'r edi ekanda buni mana. Garbanosi hali ishib ketadi-da buni. Mana qo'zlarni mana garbanoslari hali chiqadi mana singan. Xudo xolasa mana shunday bo'ladi tumshug'i. Ularlari ham hozir 4 kunlik, 5 kunlik qo'ziga juda ham zo'r natija. Bo'ldi, olib kirib qo'ying. Enasini olib kiring. Enas svetli ekan-ku. 3-chi qo'chqorimiz bu Gladiator degan qo'chqorimiz 80 liniyada bu. 80 liniya qo'chqor. Mashalloh deb qo'yasizlar. Kalla garbanosi zo'r chiqibdi quloqlari. 3 kunlik bo'ldimi? 4-chi kun pashti. Qo'y, berga qo'yingchi. Mana qo'zi. Mashalloh deb qo'yasizlar. Bularni hali siz muntazam ko'rsatib boramiz. Dumbasini razrezlarini hali ranglari oppoq bo'lib chempion qo'chqorlar bo'lsin. Mana endi so'liq tug'iladi dedik, qo'chqor ko'p tug'ilyapti. Nasib. Xudo xolasa mana qo'chqorga baho berib taslar. Buni klichkasi nima Muhammad? Tumormi bu? Tumori bor. Tumori bormi ikkita? Mashalloh. Bo'ldi, baqib, xudo xolasa muntazam ko'rsatib turamiz. 1 oylik bo'lganda ko'rasizlar buni. Kindiga ham tushmabdi hali buni. Bo'ldi, olib kirib ko'ring. Mashalloh. Juda go'zal.